Hürmetli vatandaş, leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size acırız, Washington'da sözleyimiz. Birinci İslahaş Kemenci 20. yıl 7. ayının 18. günü hafta şembe. Vaziyet deyseniz boludu. Hazır Cumhur'un Taşqi İşlar Ministerliğinin bayanatçısı Hwachi Hanım, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeoni Urumchini, ya'ni mustamlik Uyg'uristonni ziyorat qilishga taklif qildi. Hurmatli vatandosh, bugun endi mening bosh titonim, savlatim, saltanatim, davlatim Uyg'uriston Cumhuriyeti. Uyg'uram. Milletim Uyg'uram. Endilikdagi vaziyat to'g'risida bir ikki og'iz gap qilsak, yuqorida gap qildik. Masalan, Hwachi Hanım davlat ishlar kotibi Mike Pompeoni Urumchi, ya'ni mustamlika Uyg'uristonni ziyorat qilishga taklif qildi. Endilikdagi vaziyatning yana boshqa nuqtalarga nazar og'diradigan bo'lsak, vatandoshlar, bugun Demokrat obzorchi Lipin nima dedi desangiz, o'tgan 2 yil mobaynida savdo urushi boshlandi dedik. Nihoyatda tasdiqda degandek, yoki yarim yil vaqt o'tgandan keyin andin prezident Trump hukumati Jungoga boj qo'yishga boshlagan edi. Bugun har 5 kun nima? Bugün endi musha hafta ichida, bir hafta ichida Jungo hukumatiga 5 qatim zarb beradigan siyosat belgilandi deydi. Hatta bunun javoban Jungo hukumati bu bir kun ichida 5 parcha maqol yozib, Amerika Qo'shma Shtatlariga zarb bermoqchi bo'ldi. Yani so'z ibora orqali zarb bermoqchi bo'ldi. Demak, vaziyat hozir ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning konkretlashadigan masalalarning borgan sari konkretlashayotganligini, siyosiy maqsadlarning borgan sari oydinlashayotganligini ko'rish bir vatandosh. Bugun endi shu munosabatlar, shuning munosabatli holda sizlarga tuvandikchi leksiya so'zlaymiz. Leksiya mundaq. Mavzu mundaq: 100 o'ridimi? Wang Yi, yani ki minister Wang Yi Amerika qattiq zarba berdi. Nada bir cho'ng davlatda bo'lishga tegishli qiyofat bo'lsin dediği mavzuli xabar 7. ayning 17. kuni Vanvi torbetida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlan. Jungo Tashqi ishlar ministerligining torbetida 7. ayning 18. kuni xabarda Davlat mahkamasining a'zosi, qo'shimcha tashqi ishlar ministri Wang Yi, Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministri Raulov bilan telefonda so'zlashdi. Buningdagi ayrim jumlalarga diqqat qilinglar vatandoshlar. Wang Yi mundaq ko'rsatdi: ikki davlat boshliqlarining strategik yetaklashi Rossiya Jungo munosabatlarini siyosiy ustunlikka ega qildi. O'tgan hafta Rossiya umumiy xalq bilan tashlashni muvaffaqiyatli tamomlagandan keyin ikki davlat rahbarlari yana bir qatam telefonda suhbatlashdi. Har qaysi darajaliklar bo'yicha aloqalashishni saqlab, zo'r xalqaro va rayon xarakterli ishlarda strategik hamkorlikni kuchaytirdi. Minister Wang Yi mundaq ta'kidladi: Amerika taraf o'z davlati afzalligini yalang'och o'ttirg'a qo'yayotdi. Shaxsiyatchilik, yakka tarafbozlik, zo'magarlik siyosatini Amerika chekiga yetkazdi. Nadimi cho'ng davlatli qiyofat bo'lsin, Amerika taraf o'zining mas'uliyatini boshqalarga ishtirib qo'ydi. Yuqumliq virusdan foydalanib, boshqa davlatga qora chopladi. Qilmagan askaligi qolmadi. Hatta xalqaro munosabatlarda
Kızık noktalar ve karşılaşış yüzmedi. Akıl parasetini allakaçan yok attı. Yani Amerika akıl parasetini allakaçan yok attı. Ahlak ve şenç kalmadı. Minister Wang Yi mundaq ko'rsatdi. Amerika taraf Jungo siyosati jihatda sesqnami bor ketgan makor turizmni qaytadan o'ttirg'i chiqarib, vaqti o'tgan sovuq munosabatlar tafakkurini tuzib chiqib, qasddan ideologiyalik qarshilashish paydo qilib, xalqaro qonunlar va xalqaro munosabatlar o'lchamiga buzg'unchilik qildi. Jungo taraf herkes Amerikada assalliq Jungoga qarshi kuchlarning sanamiga taslimaydi. O'zining normal manfaatini va qadr-qimmatini qo'g'daydi. Minister Wang Yi, Jungo Tashqi ishlar ministrligining ministeri Wang Yi mundaq dedi. Jungo Rossiya mas'uliyatchan davlat bo'lish bilan ikki taraf munosabatini texmi yuqori chekka ko'tarib qolmay va barliq adolatni ching turadigan davlatlar bilan birlikda xalqaro tartibga buzg'unchilik qiladigan, tarixiy iqlimga xiloflik qiladigan harakatlarga qarshi turib, dunyoning tinchligini, muqimligini o'rtaq qo'g'dab va xalqaro adolatni qo'g'dab, ham xalqaro taraqqiyotni qadishimiz lozim. Bu Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonoti. Nima? Tashqi ishlar ministrligining ministeri Wang Yining so'zi. Ravlov bundaq ko'rsatdi. Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministeri. Rossiya taraf ikki davlat boshliqlarining o'rtaq tunishini yetakchi qilishni xohlaydi. Yevropa Osiyo iqtisod birlashmasi bilan bir yo'l bir belbog' qurilishini tutashtirishni ilgari surdi. Rossiya Federatsiyasi Bexatarlik komitetining doimiy a'zosi va mas'uliyatchan cho'ng davlat bo'lish bilan xalqaro ishlarda hamkorlashishni va moslashishni ilgirlagan holda moslashtirib, xalqaro qonunlarni va ikki davlatning o'rtaq manfaatini qo'g'daydi. Ravlov mundaq ko'rsatdi. Amerika taraf izchil o'zidan boshqani birinchi o'ringa qo'yib keldi. Faqat o'zini afzal bilishni yo'lga qo'yib keldi. Yaqinda niqobni yirtib tashlab, qilchi yo'shirmay, desa tahdid silib, komanda kaltigini o'ynatishga boshladi. Rossiya taraf xalqaro ishlarda yakkichilik, ya'ni o'z taraflimilik qilishga qarshi turdi. Bu Rossiya Federatsiyasining prezidenti davlat tashqi ishlar ministrligi Ravlovning so'zi ekan, hurmatli vatandosh. Sözün uzayiga qarang, rayiga qarang. İki davlatning tashqi ishlar ministrlari telefon orqali so'zlashibdi. Dal shundaq vaziyatda. Wang Yining so'zini tuniga sizlarga anglatgandik. Nima dedi? Bizning dunyoga zo'magarlik qilish niyatimiz yo'q degan mazmunda so'zlagan so'zni. Bugun tuyuqsizda o'zgarib qoldi.